Islomda o'g'irlik qilganda hukmi qanaqa? Qo'lni kesish, qo'lni nima qiladi? Metdan kesiladi. Yana o'g'irlikda davom etsa, chap qo'li kesiladi. Yana davom etsa, oyog'i kesiladi. Yana davom etsa, yana oyog'i kesiladi. Shu bilan odam yurolmaydigan, harakat qilolmaydigan bo'ladi, qo'lda ushalmaydi. Ketdi, qo'llar ketdi. Eng katta ne'mat qo'li ketadi. Chunki mana shu qo'lida nima qildi u? O'g'irlik qildi. Mana shu qo'lida olib ketdi u. Birovni telefonini mana shu qo'lida o'g'irladi. Boshqalarga ham bu ibrat bo'lishligi uchun, boshqa odamlar ham bilib qo'yishligi uchun uni qo'li nima qilinadi? Kesiladi. To'g'ri, unga zarar, masalan, qo'li uzilib ketgandan keyin qiynaladi. Lekin atrofda qarab turgan odamlar bor-ku, kuzatib turgan. O'g'irlik qilmoqchi bo'lgan, o'g'irlik qilaman deb plan qilib turgan odamlar bo'ladi-ku, reja qilib turgan. O'shalar keyin bitta o'g'rining qo'lini kesilgandan keyin ko'rib turuvni qaytadi. Chunki men ham ushalib qolsam, qo'lim ketar ekan deydi. Keyin bu qo'li ketadi. Ikki qo'li ketgandan keyin ham bu u odamga or bo'ladimi? Or bo'ladi, ayib bo'ladi. Chunki o'g'rilik bilan qo'li kesilgan. Hamma ko'rsa, qo'li kesiq uni. Yashirolmaydi qo'lini. Yo'q, odamlar nima qiladi? Uni hurmat qilmaydi keyin. Bu o'g'ri deydi. Mana o'g'rilikdan qo'li kesilib ketgan deydi. Ikkala qo'li kesilib ketgan bo'lsa agar noshukrlik, nonko'rlik qilib bitta o'g'irlikni qildi, bittasi kesildi. Yana bitta bir narsani telefonda o'g'irladi yoki birovning pulini, ko'proq pulini o'g'irladi, yana ikkinchi qo'li kesildi. Endi bo'ldi, odamlar ko'rgandan keyin unga ishonmay ham qo'yadi. Unga hech kim ishonmay qo'yadi. Bu o'g'ri deydi, olib ketadi narsalarimizni. Bunga ishonib bo'lmaydi deydi. Abdurahmon qiyomatda jazosi bo'ladi. Tavba qilmagan bo'lsa jazosi bo'ladi. Ha? Shundaymi? Agar tavba qilgan bo'lsa, o'g'irlik yo'ldan qaytgan bo'lsa, Allohga istig'for aytib, tavba qilib, bo'ldi, men bu yo'ldan qaytdim, men qaytib o'g'irlik qilmayman deb, o'sha yo'lidan to'xtash kerak. Tavbani qabul bo'lishlik shartlaridan biri o'sha qilayotgan ishidan to'xtaydi, o'g'irlik qilmaydi. Keyin nadomat qiladi qilgan o'g'irligiga. Keyin uchinchisi, o'sha nadomat qilishiga pushaymon bo'lish. Keyin uchinchisi istig'for aytadi. Allohga tavba qiladi. Shundan keyin gunoh kechiriladi va qiyomatda u jazosini ko'rmaydi. Agar o'sha qo'li kesildi, dunyodagi jazosi bu, qo'li kesildi. Agar u tavba qilmasdan ketsa, qiyomatda uni dahshatli azob kutib turibdi. Birovning haqqini nima qilganligi uchun? Olganligi uchun, iznisiz, ruxsatsiz, roziligisiz olganligi uchun.